Hozir boryapman. Eshikni shu olganmisiz? Assalomu alaykum. Zafar akamisiz? Va alaykum assalom. Ha, men. Iltimos shuni olib qo'ysangiz. Nima bu? Bu sizni haqqingiz aka. Tushunmadim. Meni zakotim. Uzr-u manzilda adashmadingizmi? Yo'q. To'g'ri, hozir qiynalib turibman. Ahvolim og'ir, lekin hech kimga qiynalib qoldim, yordam qilinglar deb gapirib yurgan joyim yo'q edi. Aka, xijolat bo'lmang. Meni yaxshilab so'rab, surishtirib, sizni haqdorligingizni bilganimdan keyin keldim. Mayli-yu, shuni ko'chada yuzma-yuz gaplashsak bo'lmaydimi? Bo'lmaydi-da aka. Ertaga ko'z-ko'zga tushganda bir-birimizdan xijolat bo'lmaylik deyapman. Keyin bu hayot. Ertaga siz boy bo'lib, men kambag'al bo'lib qolishim mumkin. Xullas, shunisini ma'qul deb bildim aka. Keyin yana bir iltimos. Ketgunimcha ko'chaga chiqmay tursangiz. Salomat bo'ling. Yaxshi odamlarni boriga shukr.